Free audio post-production by alphonic.com. Buyuk mutafakkirimiz Mir Alisher Navoiyni 59 yil umr ko'rishgan deyishadi. Lekin aslida u necha kun umr kechirgan edi? Agar u hozir tirik bo'lganida qanchalik uzoq umr ko'rgan bo'lardi? Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tug'ilgan va 1501-yil 3-yanvarda vafot etgan edi. Shu sanalar orasida u jami 21877 kun yashagan. Ya'ni taxminan 59 yil va 10 oy. Agar u hozir hayot bo'lganidami, 585 yoshda emas, 213890 kunini yashagan bo'lar edi. Nega men u zotning umrini kunlarda hisobladim? Chunki har bir kuni u uchun qadrli bo'lgan edi. Navoiy buyuk shoir va mutafakkir bo'lishiga qaramay, uning qilgan ishlari butun dunyoga mashhur. U saxovatli inson bo'lgan. U o'zbek tilini adabiy til darajasiga ko'tarib minglab misralar yaratgan edi. Eng mashhuri Xamsa dostonlari va rivoyalaridir. 585 yil o'tdi, lekin Alisher Navoiy qalblarda, she'rlarda va tilimizda abadiy yashadi. Siz ham uning so'zlaridan ilhom oling. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Ushbu she'rni albatta u musofirlikda yozgan. Buni faqat musofirda yurgan insonlar tushunadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Har bitta kuningizni qadrlang. Va bobomiz Mir Alisher Navoiyga munosib avlod bo'laylik. Xizmatingizda Sardor Suyun bo'ldi.